9. savol. Assalomu alaykum. Kiyani markasida sog'lomlik mahsulotlariga a'zo bo'lish, a'zo ekilish degandek shakl bilan iqtisodiy qimmat yaratish halalmi? So'rg'uchi Uyg'ur, Turkiya. Javob: Va alaykum assalom. Bevosita setish, udul setish, to'rsimon setish, piramidasiman setish va shaxiltib setish degandek nomlar ostida tijorat qilayotgan Amway, Kiyani, Atomi va Oriflame qatorliq bu turlik zanjirsimon setish shirkatlarida tijorat qilish harom. Chunki bu shirkatlarning sistemasida noma'lumlik, boshqalarning hisobiga boy bo'lish, qimor, a'zolik uchun pul to'lash yoki mahsulot sotib olish, soxtapazlik bilan aldamchilikqa tovarni parda qilib olish qatorliq noto'g'ri to'xtamlashish va boshqalarning haqqini nohaq yeb olish qilmishlaridan biri yoki bir qanchasi topiladi. Bular bu turlik tijoratning haromligiga kifoyadir. Shunga har bir musulmon bu turlik tijoratda yiroq turib, pak halal yeyishga diqqat qilishi, boshqalarni o'zini aldamaslikka zarur. Bo'lmasa, dunyo va oxiratda oqibati yomon bo'ladi.